Ya bolalarga hammaga salom. Короче, imbir. Bugun imbir oldim. Imbirda ta'mini ko'rib, yeb ko'rmoqchiman. Xuddi shu ko'rinishda oshqozonga, oshqozon osti beziga va qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turishga yordam beradi deb ma'lumot o'qidim. Hozir imbirni yeb ko'rmoqchiman. Oldin yemaganman. Ta'mini, vkusini ko'ramiz. Bunda 4 xil vitamin o'ziga jalb qilgan. O'sha o'zida 4 xil vitamin bor va o'sha oshqozonga va qondagi qand miqdorini normalda ushlab turishga, ko'ngil aynishiga ham yordam berar ekan. Ta'mini ko'rmoqchiman. Yuvib turib, to'g'rab choyga qo'shib yesanglar ham va shunday yesanglar ham bo'laveradi. Hammaga yalpizdami, biroz achqimtir. Asqal-pasqalga qo'shib choy bilan yesanglar yaxshiroq ekan. Achchiqroq yalpiz ta'm kelar ekan. Короче, bosamiz.